qancha yalindi kecha-kechqurun. Shunaqa esimiz yolibdi, WhatsAppdan shunaqa esimiz yolibdi. Asla ko'ring. Butun dardini yozibdi. Shu gaplashgan qizni rasmini jo'natdi. Mana bu qiz bo'ladi deb shunaqa dedi. Bittasi chiroyli bunday tushgan. Endi o'zi ekan. Faqat bittasi to'ni tushgan, bittasi xira tushgan. Bitta rasmini jo'natdi menga. Mana bu qizdan gaplashganman dedi. Sevganman dedimmi siz? Yo'q, men sevmaganman dedi. Bir kun gaplashib, bir kun davron ochib qilganman dedi. U qiz qanaqaligini bilib oldim deb shunaqa dedi. Yomonlasang o'zingga. Bir kun emas, u jinni o'zim. Voy shokolad morojna, voy rahmat. O'lib ketmaydim, men o'lgidan behad betiga tutganmiz. To'g'ri. Shu gaplashgan, beso'z gaplashgan. Profilda bir hafta gaplashdi. Sabinani bir hafta gaplashdi. U aytgan soat 12 da kiraman degan. 12 daman, soat bizda 12 da edi. 12 da ishlashaman dedi. Endi u 12 da kirasan dedi. Men soat 1 ga kelguncha transferni Sabinaga tayyorlab kelgan. Men o'zim kiraverardim. Senga deb kiraverardim. Men transfer berardim. Endi misol birgacha shunaqa qilganda kirmaysan deb rashk qilib, sen bot kirsan ham bir marta kirib qo'ydi jon. So'ki uyga pasuk oldi yo'li. Bitta pasukni tashadi. Yaxshi qiz qalaysiz? Bir qiz keldi. Kim bu, tanisizmi? Xuligan keldi, voydo, xuligan ko'zim ko'rdim. Xuligan keldi. Chirilib turibdi. Ajab. Hayli ekan. Hop. Tamam, yaxshi. Kimda boshqami? Nimaga xafa, nima qildingiz? Siz uxlayapti, men 100 marta so'radim. Qani kelinchamiz? Uxlayapti deydi, qantaras chiqdi, kim bilan gaplashgan, qizlar bilan gaplashgan ekan. Aytdi kimdir menga telefon qilib, shu biroz xulikka kiring dedi. Meni yaqindan tanishamiz. Shu biroz qiz bo'ldi, opa. Zo'r-ku bo'lmasam. Surat ham yo'q. Qizda gaz gaplashmaydi. Ularni ikki urishadi. Men pastda 2 oy gaplashganman men bilan. Ko'rganman, men uxlayapti, men so'rab men sizga nima aytgan javobda biz poylab kirishim qolib turgan. Siz menga ishonmasan ekan, nima tanishding? Bu tanishimiz bo'ldi, asal jo'nga tegdi. Turimiz shuni gaplashib. Bu qiz kim haqida ismingizni yozing, nechinchi yilsiz? Qayerdansiz? Telefon ko'ringchi. Gap yo'q. Telefon ko'ring. Topamisiz? Mana sizni tanimadim, chunki men ham nikimdan mashtadim. Men Tigris Asal edim, agar bilsangiz. Oldingi nikim Tigris Asal. Ha, men kim Zuhra edim. Ismini o'zgartirib tashladim. Mansimi? Tanidim sizni sirazu. Ismingiz nechinchi yil edingiz? Qayerdan? Nega ismdan chiqarib qo'ydim men to'g'risi. Edim, Tojikga o'ynab borardik, hozir topolmay bas qildim. Tanadim, opajonim, siz tanadim. Men esimdan chiqarib qo'yibman, haqiqatan. Necha zaman chiroyli bo'lib qolibdi. Zo'r yozib qo'yibsiz. Yo'q. Ha, haqiqatan zo'r qo'yibsiz. Zo'r o'qardingiz. Nima shunaqa o'qimay ham qo'ydingiz, ochmay ham qo'ydingiz, transfer bermay ham qo'ydingiz. Lotincha nima deb yozyapti? Alo?
Opam. Ketib qoldimi? Opam. Alo. Alo. O'chib qoldingmi?